Kia Sonet mashinamiz. Biz bunga 54 talik balon tushirib berdik. Chiroyli qilib qo'liklar bundan ko'tarilmaydi. Ko'pchilik 47 talik balon qo'yadi. Biz esa 54 talik balonni chiroyli qilib shumkalarni hammasi original zapchastlar bilan qilib berdik. Hech qanday ko'tarilmaydi qo'liklarni ham. 5 kilometrcha masofa yura oladi shu balon bilan. Mashinamizda oldiga hammasi original komplekt ustunovka bo'ldi. Italyanskiy reduktor, Polsha shklanka, Polsha injektorlari bilan va kompyuteri 8 talik bo'ladi. Sababi injektori har bir porshonda ikkita joylashgan, 4 ta bo'lgani bilan injektori 8 ta. Shuning uchun 8 talikni qo'yilsa mashina ideal yuradi. Hozir bitta haydab ko'ramiz mashinani, tortishlarni ko'rasiz. Mashina yurib yugurib qo'ysa zo'r bo'ladi, ya'ni benzindan yaxshiroq yurishi uchun hozir mashinani bitta yurib kompyuterda hamma narsani to'g'ri bilamiz. Tashamaydi, mashinamizda yurib nastroykalarni chiroyli qilib berdik. Xizmatlar bo'yicha